Zeko. Hajjinursin, nima? Ostonada olti soqchilar bor. Nima? Yejinursin. Ey. Shu jim, baqirma. Bular tandim. Kimligini bilasanmi? Yo'q. Zeroni, mana zero qurolligi bor-ku, ana yerda qurollik bor-ku. Bilasanmi? O'shani soqchilari bizani qidirib kelishibdi. Jinursin, o'tgan safar aytdim, senga aytdim. Bunday qilmaslik kerak deb. Lekin baribir u bizani qurolimizni o'ldirgani uchun borib o'margandik. Nima qilamiz? Chiqib o'ldirish kerak. Mayli. Qurollarni oldi. Mayli. Kiyib olsang yaxshi. Qanday ol. Ketdikmi? Xudo. 1, 2, 3 men chiqdim. Chap. Majbursan. Xarosh. Endi tez uyga kel. Tezroq kel. Narsalarni olamiz. O'zi qotilmizmi? Yo'q. Men ko'p o'ldirganman uni soqchilarni. Sen yaqinda kelding-ku bizga. Sen bilan tanishganimizga bir hafta bo'ldi. Senga birinchi kun ishonmagandim lekin. Sandiqni olaymi? Yo'q, kerak emas. Chiq ketdik. Birinchi kun ishonmagandim lekin. Xiyonat qilib ketasan menga. U zeron odamlar deb o'ylagandim seni. Lekin xiyonat qilmading, ketdik. Bizani bu yerdan baribir topishadi, endi yana bir kelishadi. Tez. Qayerga boramiz? Mana avvalgi bitta uyim bor edi, kelyapsanmi? Boryapman. Tezroq kel. Ketdik, yugur. Vashi sovuq edi tashqarilar ama. Sovuq ochib ketdimmi? Men aslahalarimni kiyib yuribman. Men bitta kon bor-da, yaqinlashdik. Lekin men ishga tushib ko'rma. Nimaga? Bu yer Zeroni koni. Zeroni askarlar ansharda ishlashadi. Chuqur ekan. Men juda chuqur, lekin ular qanday tushishadi, men ham hayronman. Men bitta kon. Chiroyli ekan bu koni, unda ketdi. Chiqib. Bu yerda aytgancha zero o'zlar qozgani chiroyli. Men o'tgan safar ko'rganim Nazarda u. Kelyapsanmi? Kelyapman. Aylanib bu yerda. Xaroba. Xaroba afsuski. Avvallari mana shu uy buru edi. Jinursi mana bu tipa toshida. Mana bu yerda divanlar bor. Afsuski sovuqda uxlashga majburmiz. Yotog'ingni bitta joyga qo'y. Men bu yerga qo'y. Yo'q, bu yerda emas. Kel. Lekin men hozirgacha Mana qo'y, mana. Bu yerga qo'yaman. Men bu yerda bir kungina yashagandim, unchalik ko'p yashamaganman. Menda qo'ya bor. Taran ustidan uy qilib olamizmi? Rostdan ham. Men bu yerda bir kun yashagandim. Bu uyni kimligini bilasanmi? Yo'q. Bu avvalgi bilasan qurol Artur, eshitganman. O'sha qurolni uyi bo'lgan avvallar. Ko'plar bu yerda ko'p sirlar yashiringan deyishlar, ko'plar oddiygina uycha, kulbacha deyishar. Lekin men shu bir eshitgandim, o'shaning uchun bu yerga kelganman. Lekin bu yerda men juda qiziqayotgan narsa, men bu narsa nima uchun kerak? Qaysi narsa? Men bir kun kelganman, mana shu narsa. Yo'qmi bu narsa? Yo'q, bor edi o'sha vaqtda. Rustam, nimaga bu qo'yilgan? Keda joydan siljishga harakat qilaylik-da. Ovqat yeyolmay olay. Olmaymi? Ovqat kerakmi? Ko'p menda ovqat. Mana kartoshka. Kartoshka bo'ladi. Kel, siljitaylik. Kel, Opa. Ye. Nima edi bu? To'xta, kirma. Ana narsani bu yerga qo'y, boya narsa. Qaysi narsa? Boyagi. Xanjaringda. Bu yer baribir bir ikkita kambag'allar uyi bo'lishi mumkin. Uzr. Ketdik. Ana, qo'lingni ko'tar. Hech kim yo'q, sandiq bor ekan. Sandiq? Qani? Bitta kamon menga, bitta kamon senga. Qilichni nima qilamiz? Qilichim bor ekan. Qilichni ham bor. Bitta qilichim bor. Oldingmi? Yo'q, bu yer bekorga ham Arturga uymas ekanda. Davay, nima qilamiz? Mana buni qara. Qara. Ko'rsan uyda. Mana men qilichim. Uxlanib oldingmi?
Ha, oldim. Siz O'qdi. sen ham o'qdingmi? Menda ko'p o'qib birsday o'qim bor. Ha? Oldim. Ketdik. To'xta. Og'iz ochyapman. Jim bo'l. Sherda o'tir. Ha, ana zikolar shotdan ekan, ha? Ha, shu yerda bo'lishi mumkin. Ularni qatar. U bizdan 3 ta askarimiz o'ldirdi. Jimurson. Riko. Ha, nima bo'ldi? Ana ular kelishyapti. Tez. Shu yerda o'tir sen. Shu yerda o'tir. Men ham eshitganday bo'ldim. Ha, ana bu yerda buzilgan kulba bor ekan. O'sha yerga borib ko'rish kerak. Jimurson. Qayt. Ha, xayriyat. Yo'q, qo'sh. Yopdim. Ha, buzilgan kulba ekan. Ketdik. Eshitdingmi? Ketishyapti. Jamba. Qilichda qo'lingdan iltimos tiqib olgin ishga. Oldim. Sal qoldi tiqib olishga. Qo'lingdan ol deb. Jinosan, ana ular hali bizni qidirishyapti-yu. Nima qilamiz, Ketishgandir, ha? Balkim. Jin ursin. Qaysi abimiz uchun? Ha, to'g'ri. Qaysi aybimiz uchun? O'tgan safar, lekin baribir biz yaxshilik yo'lida qildik-da. Ha? To'g'rimi? Sen shu yerda kutib o'tirchi. Ularni ana markazini bilasanmi? Aniq markazini. Ha. Arturni? Ha. Yo'q, Arturni men uyini bilmayman. Qaydarkan? Ko'rib qolsang yomon qilaman. O Artur yaxshi tentak. Artur emas, zero uni. Faqat ismini Artur birinchisi. Artur birinchisi. Afsuski Arturni ular asirlikka olishgan, lekin Arturni topish kerak. Artur do'stini bo'lib ketgan. Bilasanmi? Ana qishloqda bor-ku. Bilasan, bitta qishloq bor edi. O'sha hammasini biladi. Sen Riko shu vaqtgacha so'ramagandim, necha yoshsan? 13. 13 yoshmisan? Kichkina ekansan. Men 24 yosh. 13 yoshimda qilich ushlayapman. Men seni yoshingda oddiygina o'yinchoq qilichlar ushlab yurardim. Men yoshim 24da. Men tepaga chiqaman, shu yerda o'tir, bir nimadir qilib dam olib o'tirdir. To'xtang. Bu yerda hozir tunab qolsak-chi? Mayli, shu yerda tunab qolamiz. Yotog'ing shotdan shu yerdan. Ha, shu yerda. Endi bir tashqariga chiqishim kerak. Chiqdim. Evet. Reko. Nima qilyapsan? To'g'rilab qo'yapman. Yaxshi. Kechqurun bo'libdi. Sen uyga kiraver, men shunchaki tekshiryapman biladi. Mana ularni, qarang, kelsa mana uncha ana ko'zi tushirmayotgan qilib qo'ying. Nimani? Shu yerlarni qilishim kerak, to'g'ri. Birdan ko'zi tushadi, shug'ullanyapti birdan. Divoningizni bering. Yo'q, ichkariga kir. Hey, Ichkariga kir. To'xta. kirdim. Men tekshiryapman. Ichkariga kiribdi. Jinursan. Uzoqda askarlar ko'rinyapti. Qanaqa? Bilmadim. O'shalarning askarlar chota ko'rinyapti. Unda kiring. Og'izlarini eshitdingmi? Ha, eshityapman. Eshitdingmi? Jinursan. Shu o'tir. Ular kelishyapti. Jimbo faqat. Iltimos, Jimbo. Og'izlarini eshityapsanmi? Eshityapman. Mana yerda tuynuk qayerdan paydo bo'ldi? Jinursan. Riko. Nima qilamiz endi? Chiqib o'ldirishga to'g'ri keladi. Ha, ichkarida kim bo'lsa ham chiqsin. Ha, chiqinglar. Chiqamiz. Chiq. Orqamdan men chiqaman. Qani ketdik. Orqasidan uraman. Ha, orqamdan hujum qilyapti.
Reko ur. Ur Reko. Tas ketdi. O'ldiring. Chalg'ib turibman, o'ldiring. Молодец. Lekin bular bizani qidirishga kelibdi. Ey, bilasanmi bularni? Kim? Ana Ey, soqchilarimi? Yo'q, bu asosiy soqchilar. Ya'ni juda kuchli soqchilar bular. Yo, jinsi hali ham 2 kishi ekan. Ha, senga bog'lanib qoldi, kelasi ham orqasidan o'ldirib tashlay oldim. Sizni nima ko'rmadi? Bilmadim. Chota bu qilich boshqacha. Ey, Ha? menimcha bu qilich men bu qilichni olganda bilmayman, avvalgidan juda tez o'lib qolganman. Umuman sezishmagan menimcha, mayli. Ketdik. Ke. Bilasizmi bu men kichkina bo'lsam, o'sha katta onaga bor-ku, uyi. Qasr qishloqda katta ona qilich bor edi. O'sha olib ketib qolgan bo'lsa kerak. U eng qadimiy edi. Qaysi juda katta qilichmi? Aya, u qilich haqiqatan u Arturdagi bor-ku. Men ana shunga erishaman baribir. Baribir erishasanmi? U qilich qorasi Arturda, oqi esa o Zero degan qurolda edi. Lekin hozir qorasi ham oqi ham Zeroda. Unaqa qilichdan atiga dunyoda bir 5 talarday bor. Qorasidan 5 ta, oqidan 5 ta, oddiylardan 5 ta. Lekin u juda ham kuchli qilich. Sandaqalarni bitta urib o'ldirib qo'yish mumkin. Mandaqalarni ham. Juda ham kuchli qilich, lekin bilan o'ynashmasa kerak. Ertaga nimadir bo'lar. Damola qo'rqibdi. Ko'ring. Men uxlay qolay. Uxladim men ham. Yaxshi turdingizmi? Yaxshi turdim. Ochib turing. Qornim och. Ovqat. Bo'ldi javlana. Buyog'ini kesib tashlaymiz, gapirgan joylarimizda. Bo'ldi, olmaymiz. Birinchi qism tugadi. Ulamsi va rekordering chiqmayapti hamda shu bitta muammo shu va rekorderda.